Salom do'stlar, sizlar bilan Farik. Biz bugun 17-serverdamiz. Men sizlarga bugun Axotada qanaqa qilib to'g'ri Catchstone'ning tez ishlashi yo'lini o'rgataman. Tak, yangi kirganlar bo'lsa, tushunmayotganlar bo'lsa, tushuntirib o'taman. Birinchi o'chirtda bizga kerak bo'ladi litsenziya na оружие. Litsenziya qayerdan olinadi? Kartani ochamiz. Государственная организация и правительство kerak bo'ladi bizga. Mana. O'sha yerga kirganinglarda o'zi litsenziyorlar turgan bo'ladi. Любой bitta litsenziyor yoniga borasizlar, litsenziya na оружие deb yozsanglar, sizlarga beradi. Uning uchun 85 или 80 kami, adashmasam shunaqa, men ancha bo'lgan o'sha olganimga, hali ham bormanda. Adashmasam 80 k bo'lsa kerak. Uni olganinglardan keyin sizlarga bitta mashina kerak bo'ladi. Bagaji katta bo'lgan. По-любому bagaji katta mashina olinglar. Mashinalar yo'q bo'lsa agar o'sha bu sredniga borsanglar, Niva yoki qanaqadir pikap или Damas, Damas ham zo'r variant. Uni ham, по-моему, adashmasam bagajniki 100 kilodan oshiq bo'lishi kerak. Olayotganlarda so'ranglar egasidan, bagaj necha kilogramm deb. 100 kilodan oshib desa olinglar. Xo'p, litsenziya oldik, mashina oldik. Mashinani olib bo'lgandan keyin оружие magazinga kelamiz. оружие magazinda bizda adashmasam 3 ta bo'lishi kerak. Men hozir bu sayvadagi оружие kedaman. Mana bu yerda Yujniyda ham bor, FSBning yonida, Garelda ham bor. Любой bittasidan kirib turib mana оружиeni olamiz. 120 ming ekan bez patron. Bizga patron ham kerak. Patron qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zini pulini oqlaydi 100%. Xo'p. Endi men hozir оружие olmayman, chunki men o'sha tayyorlab qo'yganman, olib bo'lganman. Patron kerak menga. Masalan, например, deylik. Bitta оружие 4 ta pochka bilan MCR 296 ming bo'lar ekan. Menda оружие bor. Patron kerak. Patron 4 ta pochka 176 ming. Не указали количество. Раз, два, три, четыре. Bems oldik. Maskani taqib olmasam yulduzchalarim bor. Yaxshi bitta qopdi. Tak, yana bitta yo'lni o'rgataman, life hack. MCR bo'lsa agar keyinchalik o'sha bu pulinglar bo'lsa, например, yana oshiqcha 150-200 k kioskaga borasizlar, kioskani aylanib chiqsanglar, har bitta magazinni pritsel degan narsa bor. Pritselni olasizlar. U ham tursa 150-200 turadi, adashmasam. Keyin любой bitta garajga kirasizlar, verstak yoniga borib turib, craft bosasizlar. O'zi verstak yoniga borganinglarda alt bos deydi. Alt bosganinglardan keyin mana bunaqa narsa chiqadi. оружиеga bosib turib, mana buni craft qilasizlar. Snayperskiy vintovka. Bunda ancha-muncha tezroq bitadi ishinglar. Mana o'zi ham aytayapti, bitta MCR оружие kerak aytayapti. Craft qilish uchun snayperni bitta MCR оружие и bitta pritsel. Bu 100% craft bo'ladi. Hech qanaqa 15%, 20% emas, 100% craft bo'ladigan narsa. Buni craft qilganinglardan keyin уже osonroq bo'ladi ishinglar. Men уже craft qilib bo'lganman. Mana menda bor bu оружие. AVM. Qani endi ketdik Axotaga. Menda shunaqa spetsialniy mashina уже tayyorlab qo'yganman, уже anchadan beri bor menda bu. Главныйsi bagaj bo'sh bo'lsa bo'ldi. Balling bitta qolib ketgan ekan, shukura mayli. Tak, patron nima qilamiz? Patronni yarmini bagajga qo'yib turamiz paka. Nimagaligini keyin aytaman. Endi bizga Axota qiladigan polya kerak. Menga yoqadigan eng zo'r Axotishni polya bu Litkarinadagi kazinoning yonidagi. Yo'q, emas. Mana. Litkarina bu yoqda kazino bo'lsa, shunda to'g'risida Axotishni polya. Qani bo'lmasam ketdi. Mana do'stlar, biz уже polyaga ham kelib oldik. Bagajga nimaga yarim
patronni qo'yganimni endi aytaman, chunki любой payt orqanglardan yoki yon tarafdan o'sha alenni o'sha shkurasini otgan paytinglarda ayiq kelib yeb qo'yishi mumkin. Agar ayiq kelib o'ldirib qo'ysa, patroninglar avtomatik yo'qolib ketadi, yo'q bo'ladi. O'shaning uchun yarmini bagajga qo'yib qo'ydim. Har ehtimolga qarshi mabodo ayiq yeb qo'ysa ham, zato bagajimda yarmi qolgan bo'ladi. Mana endi boshladik. Ha, stop. Inventarimni ham bo'shatishim kerak ekan. Hop, endi bizga mana bunaqa alenlar kerak bo'ladi. 3 ta o'qda bo'ladi. Tak, chapga o'ngga qaraymiz. Hech kim yo'q, ayiq yo'q. Yoniga borib altni bosamiz. Bu yog'iga Y ni bosamiz, ketma-ket. Nice. Bitta bor o'sha. Shuna qilib polida aylanib, qaddarib yuramiz. Bu yoqda mana konkurentim o'sha taxlab tashlabdi. Молодец. Mashinada qidirgan yaxshiroq menimcha. Lekin yana bitta narsa, hamma mashinada ham mumkin emas bunaqa polida aylanib yurish. Tak, qani endi bizani alenlar. Iflos hammasini o'ldirib tashlabdi-yu nariga. Bola. O'zini o'ldirib yuboraymikin mana shu. Ha, mana. Qatga qo'chyosan. Jonivor. Nice. Hop, yana bitta. 3 ta o'qda o'lish kerak. 2 3. Shota mishkam roliga yaxshi ishlamayapti nimagadir. 1 2 3. Nariga eshmatga hech nima qoldirmaymiz endi, chunki bizda snayper bor. Hoppa, mana ayiq. Ha, tegmay turamiz, sherigimni yeb qo'ysinmikin, ha? Ya, sherik bu yoqda, ayiq bu yoqda. Ayiq bu yoqqa qarab ketyapti. Значит, sherik tirik qoladi. Скорее всего, mani yesa kerak bu. O'shaning uchun buni yo'qotamiz. 2 3 4 ta o'qda o'lar ekan ayiq. Bu конечно snayperskiy vintovka bo'lgani uchun 4 ta o'qda o'ldi. Agar oddiy MCR bo'lsa bilmadim nechta o'qda o'ladi. 17:10 da boshladik. 18:10 gacha ishlashga harakat qilaman. Ha, bagaj to'lgungacha. To'g'riroq. Ha, joy yo'q. Tak. Rukzak ham baraxolka qo'yarman o'zi ham. Ha, bo'p, shuni ham o'ldirib qo'ya qoling. Ha, mayli, yashay qol, aka. Здравствуйте, гражданинчик. Здравствуйте. Достал удостоверение, показал человеку. Достал удостоверение, показал человеку. Бомжа, Да короче, я убил. знаю. Ну ладно, давай работай. Спасибо. Shunaqa yaxshi politseyskilarga respekt. Agar boshqa yomonrog'i bo'lganda hozir qamamoqchi bo'lardi, o'sha gap so'zdan bilinardi. Men nima qilardim? Men ko'nmasdim bu narsaga. Otardim. Еще чуть-чуть. Так, patron 29 ta qolibdi. Bir 50 ta yana olamiz.
nima qilyotgandim? Ha. Ayiq. Bagajdan uxlatsak bo'larmikan? Yopiq ekan. Marras yopib qo'yibdi bagajini. O'shaning uchun sizlar ham har doim yopib yuringlar bagajinglarni. Ato mana menga o'xshagan odamlar ko'rib qolsa, nagli uyalmasdan bezbetlarcha ichidagi narsani hammasini olib qo'yadi. Bagaj to'ldiramiz, inventar to'ldiramiz, ryukzak to'ldiramiz, keyin borib sotamiz. Ko'ramiz qancha ishlaganini. Qaqa. Buni bu yoqqa sotsak ham bo'ladi, tashlaversak ham bo'ladi. Hammani olib qo'yaveramiz. Aka, buni ham narxini ko'rsataman. Prosta arzimaydi buni sotishga. Nima deyapman? Ular sotish arzimaydi uni. Животный жир. Hop. Men o'ldiraman hozir buni. O'ylaganimcha men o'ldirib olaman. Mayli, olaqa uni. Даже ikkita. Hop, bo'ldi do'stlar. Endi borib sotamiz. Tak, biz Litkarinada bo'lsak, bizga eng yaqin rinek bu Busayeva bo'ladi. Tak, ketdik. 9.123.251 so'm. Mana shotimizda 0 bo'ldi. Endi ko'ramiz mana 17:10 da boshlagan bo'lsak, почти 18 bo'ldi. 50 minutda qancha ishladik. Qaranglar, 25 ta животный жир bor. 1250 arzimaydi, buni lutchi tashlavorgan yaxshi. Bekorga joyi zaynat qilar ekan. Ko'rasizlar narxini. Olenni shkurasi bir xillari shkura olenya плохая bo'lsa 7,5 ming ekan. Yaxshi sostoyanida bo'lsa 10 ming ekan. 261.250 rubl. 50 minutda. Endi bu yerda rasxodlari ham bor. Yana agar shunaqa 2-3 marta qatnasak, polniy rasxodlar yopilib, plyusga kirib ketadi. Zato 50 ta patron ham qoldi. Оружие qoldi. Videoni shu joyda tugatamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videoda nimani